Assalomu alaykum. Birinchi darsimiz odam organizmida energiya almashinuviga doir masalalar ishlashni o'rganamiz. Odam ovqat iste'mol qilganda undagi oqsil, yog', uglevod kabi biomolekulalardan energiya ajralib chiqadi. Bu energiya odam organizmida tana haroratini doimiy saqlash, ichki organlar faoliyatini normallashtirish, turli xil asosiy moddalar almashinuvi uchun, ovqat hazm qilish va bajaradigan ishlari uchun sarflanadi. Energiya almashinuviga doir masalalarni ishlashda quyidagi qonuniyatlarni yodlab olish kifoya qiladi. Qolgan narsalarni esa masala ishlash davomida, masala ishlash texnikasi yordamida bilib ketsak bo'ladi. Odam ovqat qabul qilganida quyidagi biomolekulalar bo'ladi. Suv va tuzdan esa energiya ajralib chiqmaydi. Bular birinchisi oqsil, yog' hamda uglevoddir. 3 xil biomolekula parchalanganda energiya ajralib chiqadi. Demak, 1 gramm modda parchalanganda ajralib chiqadigan energiya kilokaloriyada, 1 gramm modda parchalanganda ajralib chiqadigan energiya kilojoulda aniqlab olamiz. Demak, oqsil 1 gramm oqsil parchalanganda 4,1 kilokaloriya energiya ajralib chiqar ekan. Esda saqlaymiz, 4,1 kilokaloriya. 1 gramm yog' parchalanganda esa 9,3 kilokaloriya energiya ajralib chiqadi. 1 gramm uglevod parchalanganda esa 4,1 kilokaloriya energiya ajralib chiqar ekan. Shu moddalarning 1 grammi parchalanganda 17,6, 38,9 va yana 17,6 kilojoulda energiya ajralib chiqadi. Albatta, bu jadvaldagi ma'lumotlarni, sonlarni yodlab olishimiz shart. Bu masala ishlash davomida asqotadi. Ajralib chiqqan energiya esa turli xil maqsadlar uchun sarflanadi. Energiyaning 3dan 1 qismi tana harorati doimiyligini saqlash uchun, 3dan 2 qismi esa ichki organlar faoliyatining normal o'tishi uchun sarflanadi. Buni diagramma ko'rinishida quyidagicha ifodalaymiz. Biz umumiy energiyani mana shu aylananing o'zi deb olsak va uni teng 3 ta bo'lakka bo'lsak, mana shu 3 ta bo'lakning bitta bo'lakchasi, ya'ni 3 tadan bittasi tana harorati doimiyligini saqlash uchun, qolgan 2 ta bo'lakcha, ya'ni 3 tadan 2 tasi esa ichki organlar faoliyati uchun sarflanar ekan. Ajralib chiqqan energiya 3 xil maqsad uchun sarflanadi. Asosiy moddalar almashinuvi ovqat hazm qilish va bajariladigan ish uchun. Asosiy moddalar almashinuvi 70 kilogrammli vaznli inson uchun o'zgarmas qiymat 1680 kilokaloriya deb qabul qilingan. Uzr, doskada kilojoul deb yozib ketilgan. Buni to'g'ri qabul qilasizlar va bu kilokaloriya hisoblanadi. Va masalada boshqa vazn berilsa, uni proporsiya orqali o'zgartirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Energiyaning qolgan qismi esa ovqat hazm qilish jarayonlari uchun hamda bajariladigan ish uchun sarflanar ekan. Odam ovqatni qabul qilganda ratsion asosida qabul qiladi, ya'ni qismlarga bo'lingan holda qabul qiladi. Demak, masala ishlash jarayonida aynan shu narsa tushishi mumkin. Ya'ni quyi foiz va yuqori foizga amal qiling degan narsalar tushishi mumkin ekan. Quyidagi foizlar asosida ishlaysiz. Inson nonushta qabul qilganda 25-30%, tushlikda 35-40%, kechki ovqat 15-20%, qo'shimcha ovqatlanish 10-15% ni tashkil qiladi. Masala ishlash davomida quyi va yuqori foiz tushunchasi ham mavjud. 25 quyi foiz, 30 yuqori foiz hisoblanadi. Masalalar Sherbek Xolbutayev ustozimizning Iqtidor biologiya masalalar to'plami kitobi asosida olib boriladi. Birinchi masala. Agar bir kunda tana haroratining doimiyligini ta'minlash uchun 1330 kilokaloriya energiya sarflangan bo'lsa, oziq moddalarning parchalanish natijasida hosil bo'lgan energiya miqdorini toping. Energiyaning sarflanishi quyidagi qonuniyat asosida amalga oshadi. Ya'ni 3dan 1 qism energiya tana harorati doimiyligini saqlash uchun bizning masalamiz shartida 1330 kilokaloriya berilgan. Ya'ni bu bir qismni tashkil qiladi. 3dan 2 qismi esa ichki organlar faoliyati uchun sarflaydi. Ya'ni 2 ga 1 ni qo'shsak, umumiy 3 ta, ya'ni umumiy energiya 3 ga teng deb olinadi. Shu asosda demak proporsiya tuziladi. Ya'ni bir qismimiz masala shartida berilgan 1330 kilokaloriya, 3 qismimiz esa x, ya'ni noma'lum. 3 ni 1330 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Bunda javob 3990 kilokaloriya, ya'ni javob D javob. Masalani mustahkamlab olish uchun quyidagi shunga o'xshash masalani ishlab qo'yishingiz kerak.
Ikkinchi masala. Lyuza bir kecha kunduzgi ovqati tarkibida 480 gramm uglevod, 120 gramm oqsil, 100 gramm yog' va 5-6 gramm tuz iste'mol qilish kerak. Lyuzaning bir kunlik ovqatlanishdan ajratilgan energiyani kilokaloriyada hisoblang. Bu masalani ishlashimiz uchun har bir biomolekulaning 1 grammi parchalanganda qancha energiya ajratib chiqarishini bilishimiz zarur. Bu ma'lumotlar asosida esa proporsiya tuzib olamiz. 1 gramm uglevod parchalanganda 4,1 kilokaloriya energiya ajralib chiqadi. Masalan, shartda 480 gramm berilgan va u x hisoblanadi. 480 ni 4,1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz va javob x teng 1968 kilokaloriya aynan uglevoddan ajralgan bo'ladi. Masalamiz shartida yana 120 gramm oqsil berilgan. 120 gramm oqsil parchalanganda biz bilmaymiz, 1 gramm oqsil parchalanganda esa 4,1 kilokaloriya ajralib chiqadi. Shu asosda ham proporsiya tuzib olamiz. Masala shartida yana 100 gramm yog' ham berilgan. Demak, 1 gramm yog' parchalanganda 9,3 kilokaloriya energiya ajralib chiqadi. Bu ham proporsiya tuzib olamiz. Demak, bunda ham javob x teng 930 kilokaloriyaga teng. Va hamma javoblarni yig'indisini topamiz, qo'shib chiqamiz, umumiy energiya kelib chiqadi. Ya'ni 3390 kilokaloriya. Javobimiz D javob ekan. Ikkinchi masalaga o'xshash bo'lgan quyidagi masalani ishlab, mustahkamlab qo'ying. Uchinchi masala. Sevara bir kecha kunduzgi ovqati tarkibida 450 gramm uglevod, 100 gramm oqsil, 110 gramm yog', 5-6 gramm tuz va 2,5 kilogramm suv iste'mol qilish kerak. Agar uning tana massasi 49 kilogrammni tashkil etsa, ovqat hazm qilish va bir kecha kunduzda bajariladigan ishga sarflangan energiya miqdorini hisoblang. Demak, masalani ishlashdan oldin birinchi umumiy energiyani topib olamiz. Uning uchun, demak, har bir uglevod, oqsil, yog'dan ajralgan energiyani hisoblaymiz. Bunda proporsiya tuzish shart emas. Quyidagi ifodani yechib qo'ysak kifoya. Ya'ni bunda quyidagi jadval yordam beradi. Suv va tuzdan esa energiya ajralmaydi. Umumiy 3278 kilokaloriya energiya ajralib chiqadi. Masalaning keyingi qismi quyidagi qonuniyat asosida ishlanadi. Ya'ni energiya 3 xil maqsadda sarflanar edi. Bizning masala shartimizda asosiy moddalar almashinuviga sarflanadigan energiya berilgan. Massasi 70 kilogrammli odam uchun o'zgarmas qiymat 1680 kilokaloriya qabul qilingan. Masala shartimizda 49 kilogrammli berilgani uchun uni proporsiyaga tushirib olamiz. 49 ni 1680 ga ko'paytirib 70 ga bo'lamiz. Javob 1176 kilokaloriya aynan asosiy moddalar almashinuvi uchun sarflangan ekan. Masalamiz shartida esa bizdan asosiy moddalar almashinuvi uchun sarflangan energiyani emas, aynan ovqat hazm qilish va bajaradigan ish uchun sarflangan energiyani so'rayapti. Shuning uchun umumiy energiyadan asosiy moddalar almashinuvida hosil bo'lgan energiyani ayirib olamiz va javob 2102 kilokaloriya. A javob chiqadi. Uchinchi masalani mustahkamlab olish uchun quyidagi masalani ham ishlab qo'ying. To'rtinchi masala. Charos bir kecha kunduzgi ovqati tarkibida 100 gramm oqsil, 80 gramm yog', 460 gramm uglevod va 10 gramm tuz iste'mol qildi. Ovqat tarkibidagi biopolimerlardan ajralgan energiya miqdorini kilojoulda aniqlang. Masalani ishlashimiz uchun biomolekula va biopolimerning farqini bilib olishimiz kerak. Biomolekulaga oqsil, uglevod va yog' kiradi. Biopolimerga esa faqat oqsil va uglevod kiradi. Shu asosda faqatgina biopolimerdan ajralgan energiyani topishimiz uchun yog'ni inobatga olmaymiz. Faqatgina oqsil va uglevoddan ajralgan energiyani kilojoulda hisoblaymiz. Ya'ni 17,16 ga ko'paytirib quyidagi ifoda asosida undan ajralgan energiyani hisoblab topamiz. Javob A. To'rtinchi masala asosida quyidagi masalani ham ishlab qo'ying. Beshinchi masala. Sevara yugurganda 1 daqiqada 80 kilojoul energiya sarflaydi. Unda 150 gramm uglevod zaxira sifatida bo'lsa, necha daqiqadan so'ng yog' parchalanadi? Bu masalani ishlash uchun 150 gramm uglevod qancha vaqt davomida parchalanib bo'lishini topishimiz kerak. Xo'p, uning uchun 150 gramm uglevod birinchi parchalanganda qancha kilojoul energiya ajralib chiqishini topishimiz kerak. Uni quyidagi proporsiya asosida topamiz. 1 gramm uglevod parchalangan 17,16 kilojoul, 150 grammda topib olamiz. X teng 2640 kilojoul energiya ajralib chiqadi. Va 1 daqiqada 80 kilojoul energiya ajralsa, masala shartida berilgan va shu asosda keyingi proporsiyaga o'tamiz. Demak, 1 daqiqada 80 kilojoul energiya ajralib chiqsa, 2640 kilojoul qancha vaqt davomida ajralib chiqadi? Proporsiya tarzida ifodalaymiz va x javob 33 daqiqa kelib chiqadi. Demak, 33 daqiqadan keyingina uglevod umuman batamom parchalanib bo'ladi va yog' parchalanishni boshlaydi. Ikkinchi masala asosida quyidagi masalani ham ishlab qo'ying.
Oltinchi masala. Tana haroratini ta'minlash uchun 1269 kilojoul energiya sarflangan bo'lsa, biopolimerlardan ajralgan energiya miqdorini aniqlang. Oqsil uglevodning 25% ni tashkil qilsa, yog' esa oqsil miqdoriga teng. Masala sharti tana haroratini ta'minlash uchun 1269 kilojoul energiya sarflangani aytilmoqda. Ya'ni o'sha umumiy energiyani shu asosda topib olamiz quyidagi proporsiya asosida. Bunda bir qism 1269, 3 qismda x, ya'ni bu 3 dan 1 qismni tashkil qilganligi uchun va umumiy energiyamiz 3807 kilojoul kelib chiqadi. Endi shu energiyani ajratib chiqargan oqsil, yog' va uglevodning massalarini topib chiqamiz. Demak, masalamiz shartida uglevodimiz 100%, oqsil esa shu uglevodning 25% ni tashkil qiladi deyilgan va shu asosda uni noma'lumga keltirib olamiz. Ya'ni uglevodni 100x, oqsilni esa 25x qilib olamiz. Yog' va oqsil massasi teng deganligi uchun yog'ni ham 25x qilib olamiz. Va shu asosda quyidagi tenglamani tuzamiz. Demak, bizda oqsil massasi 25x gram. 25x ni 17,6 ga ko'paytiramiz, ya'ni kilojoulda. Yog' massasi ham 25x gram, uni ham 38,9 kilojoul ajralib chiqadi. Yog'dan ko'paytiramiz. Uglevod 100x gram, 100x ni 17,6 ga ko'paytiramiz va teng umumiy 3807 kilojoul energiya ajralib chiqqan edi. Va ko'paytirib olamiz va quyidagicha ishlaymiz. 440x plus 972,5x va 1760x teng 3807. Demak, tenglama ishlash qoidasi asosida ishlab chiqamiz. X teng 1,2 kelib chiqadi va shu asosida noma'lum x qiymatini topib, gramlarini topib olamiz. 25 ni 1,2 ga ko'paytiramiz, 30 gram. Demak, oqsil 30 gram. 25 ni 1,2 ga ko'paytiramiz, 30 gram. Demak, yog' ham 30 gram. 100 ni 1,2 ga ko'paytiramiz, 120 gram. Demak, uglevod ham 120 gramga teng ekan. Masala shartida biopolimerlardan ajralgan energiyani topishimiz kerak kilojoulda. Demak, biopolimerlarga oqsil va uglevod kiradi. 30 gram oqsil, uglevod esa 120 gram. Shu asosda undan ajralgan energiyani quyidagi ifoda asosida topib olamiz. Demak, javob 2640 kilojoul A javob ekan. 6-masala asosida quyidagi masalani ham ishlab qo'ying. 7-masala. Beginchning ovqatlanishidan hosil bo'lgan energiyaning 1130 kilokaloriya miqdori tana haroratining davomiyligini saqlash uchun sarflandi. Beginch iste'mol qilgan oziq tarkibida oqsil miqdori uglevod miqdoridan 5 barobar kamligi ma'lum bo'lsa, oqsil va yog'dan ajralgan energiya miqdorini aniqlang. Ovqat tarkibida yog'ning miqdori 100 gram. Demak, masala shartida berilgan tana haroratini saqlash uchun 1130 kilokaloriya sarflangan energiya orqali biz umumiy energiya miqdorini quyidagi proporsiya asosida topib olamiz. Demak, javobimiz 3390 kilokaloriya energiya umumiy sarflangan ekan. Masala shartida oqsil va uglevod miqdori noma'lum tarzda berilgan, lekin oqsil miqdori uglevod miqdoridan 5 barobar kam deyilgan. Shunga ko'ra oqsilni x, uglevodni esa 5x qilib olamiz va shu tariqa 5 barobar kam yoki ko'pligi shu tariqa ifodalanadi. Yog' miqdori masala shartida 100 gram etib berilgan va shu asosda oqsildan ajraladigan energiyani topamiz. Ya'ni 1 gram oqsil parchasining 4,1 kilokaloriya ajralganligini hisobga olib 4,1 x. Uglevod 4,1 ko'paytirilgan 5x. Yog' 100 ko'paytirilgan 9,3 teng 3390 kilokaloriya. Demak, bu tenglamani ishlab chiqamiz. 4,1x plus 20,5x plus 930 teng 3390. Qo'shamiz, 21,6x kelib chiqadi va tenglikning u yog'iga bu ifodani o'tkazib olamiz. 3390 dan 930 ni ayiramiz, 2460 kelib chiqadi. 2460 ni 24,6 ga bo'lsak, x teng 100 kelib chiqadi. Demak, oqsil 100 gram ekan. Uglevod 5 ni 100 ga ko'paytirsak, 500 gram kelib chiqdi. Masala shartida oqsil va yog'dan ajralgan energiya so'raldi. Shuning uchun oqsilimiz 100 gram, 100 ni 4,1 ga ko'paytiramiz, yog'imiz ham 100 gram, 100 ni 9,3 ga ko'paytiramiz va ularning yig'indisini hisoblaymiz. Demak, 1340 kilokaloriya. Javobimiz A javob ekan. 7-masala asosida quyidagi masalani ishlab qo'ying. Birinchi dars tugadi. Bu mavzuning davomini ikkinchi darsda to'liq tushuntirib o'taman. Xayr, salomat bo'ling. Ha aytgancha obuna bo'lishni unutmang.